Yoz faslida Yevropa o'tloqlarida oziqa mo'l bo'ladi. Uni qo'lga kiritishga noyob qobiliyating bo'lsa bas. Janubiy Afrika qoyalari orasida kaltakesaklar to'dasi g'ujg'on o'ynaydi. Platizavr kaltakesaklari. Ularning tanasi yapaloq, nar kaltakesaklarning qorni rangdor bo'ladi. Biz shu toshni topdik. Unga qarab tadqiq qilinayotgan kema galyondan kam deganda 100 yosh kichik ekanini aniqladik. Biroq bu kema qaysi davlatga mansub? Mutaxassislar topilgan qo'rg'oshin tamg'alar bo'yicha buni aniq aytib beradilar deb ishonaman. Pionerlar muhim bo'g'in hisoblanardi. Ularga vaziyatni aniqlashtirish mas'uliyati yuklangan edi. Dastlabki muhim kashfiyotlar ularning zimmasida edi. Ular voyajerlarga yo'l ochib berish bilan birga uning parvozi xavfsizligini ta'minlashlari lozim edi. Gargazavrlarning o'ljasi bilan oziqlanib tavakkal qiladi. Bu ularning so'nggi ovqatlanishi ham bo'lishi mumkin. Boshqa iloj ham qolmagandi-da axir. Uzoq uyqudan so'ng bahaybat maxluqlar jonlanib, tog'dan vodiy tomon yo'l oladi. Ochlik ularni tog' yon bag'rlarida yastanib yotgan vodiyga tushishga majbur qiladi. Hayotimizni vaqt boshqarib turadi. Lekin bu holat hech birimizni ortiq hayratga solmaydi. Ichimizda o'z hayotimizni nazorat qilib turadigan soat mavjud desak, adashmaymiz.